Sexda birinchi ish nimadan boshlanadi? Albatta, raskroydan boshlanadi. Bu ishda bizga yordam beradigan maxsus uskunalar bor. Katta hajmga chiqaraman degan mijozlar uchun albatta Pilot Center. Hozir mana KX ko'rgazmasida turibmiz. Bu yerga yangi modelimizni olib chiqdik. MPC 330S modelini olib chiqamiz. Qani ketib birga ko'ramiz. Pilot Centerlarimiz o'zi 280 modeldan boshlanadi. Mijozlarimizga life hack mana kakras nashinga stanoklari bilib olishdan oson life hack bor. Bu sir emas. Bemalol hammaga aytamiz. 330, 280, 440 bo'lishi mumkin. 300 masalan 420 bo'lishi mumkin. Bu yerda bu sonli uskunani maksimal enini, detalli sig'ish enini bildiradi. Bu modeli 330 turibdi hozir. Demak 330 ustunlikdagi detallarni joylasangiz bo'ladi. 280 modelni aslida boshlanadi, lekin biz uni taklif bermaymiz. Sababi endi o'sha BSP listlarimiz 275. Bu degani siz buni ehtiyot qilib akkuratni olib kirishingiz kerak. Bu ham bir xarajat, bir vaqt olib qo'yish. Shuning uchun 330 modelimiz eng ko'p respublika bo'yicha tarqalgan model. Va bu yangi model. S belgisini ko'ryapsizlar, bebelchilar. Bu narsa nima? Men hozir sizlarga bitta detal ko'rsataman. Maza qilib olasiz. Mana shu detal qo'limda turibdi. Mana bebelchilar bittada chumaldi ham, menimcha. LMDF detallardan bilamiz texnologiyani. Roverda ochilardi oldin. Maxsus ustiqda buni ochib chiqish kerak. Rover bilasiz, nisbatan tezligi pastroq. Shu zgib qilib turib, mebellarni, fasadlarni shu mebellarni yasaganda Roverdan foydalanadi. Endi bu narsani bemalol aralash markazida ham bajarsa bo'ladi. Ayniqsa mana S modeli, S harfi qo'shilgan modelida pazavaniya, paz ochish qobiliyati bor. Va hamma narsa albatta servo motor joylashgan. Servo privod orqali razmeri aniq qo'yib, taroga o'xshab ochib beradi. Keyin detallarni bemalol bukurasizlar. Bukib chiqarib berasizlar. Bu ham standart o'sha 5 ta kamida list kesa oladi. Arran chiqish balandligi 90 mm ga mo'ljallangan, kuchli motorlar ishlatilgan, elektron qismlari, hamma elektronikasi, dvigatellari dunyoga mashhur brendlardan zapchastlaridan iborat. Va mana albatta podushkalari bor, standart Yevropa standartiga moslab har bitta stolda vakuum havo bergandan keyin listlaringiz bemalol hozirda o'chirib qo'yilgan, shovqin pastroq bo'lishi uchun listdan bemalol harakatlanib turasizlar. Ishchilarga nagruska bo'lmaydi. Va stendimizda chapga tomonga qarasanglar, bu yerda maxsus podyomnik qo'yib qo'ydik. Listlarni karada taxlab olib kelib qo'yadi, kerakli balandlikni berib qo'yasiz va olib listlarni qo'yib shu aralash markazida ishlashga oson qilib qo'yganmiz. Ular yengilliklar singda ko'p. Kuzatishda davom etinglar.